Mirzo Ulug'bek metrosi, Dream Park, Chilonzor 2-kvartal. Shundoq Targoy chorrahadan qayrilganda yo'l yuzidan 2-liniya. 4 etajli binoni 2-etaji, ya'ni shkalat etajdan 2 xonali sizlarga bitta kvartiramizni ko'rsatib o'tamiz. Narxini juda ham zo'r qilib qo'yganmiz. Mana bu lokatsiya uchun juda ham zo'r narx. Kvartiramizni bitta ko'rib o'ting. Agarda narx-navosi ma'qul kelsa telefon qilib barakasini qilsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yog'imizda podyezdimizdan kirib keluvchi glавный eshigimiz, koridor qismimiz. Koridorimizda chiroyli kartinkalar ilib qo'yilgan, alohida sanuzellarimiz. Bu yog'imizda esa kvartiramizning mehmonxona qismi. Ushbu kvartiramiz umumiy 46 kvadrat metr, nashot zal hisoblanadi. Remonti juda ham yaxshi holatda, svejiy remont olib turib bemalol ko'chib o'tib yashashli. Kirib kelishda bu yog'imizda divanli zonamizda joylashgan, bemalol spalniy o'rinda foydalansanglar bo'ladi. Jurnalniy stolda bu yog'imizga televizorniy zonalar qilib qo'yilgan, chiroyli pardalar, gilamlar, mana shunaqa shikarniy zo'r remont qilib qo'yilgan. 2-etaj tares utuplit qilingan polni, bemalol kelib ko'rib baraka qilsanglar bo'ladi. Xonadonimiz 1,5 ga 3 balkon. Balkon o'z joyida qolgan, peredelka qilinmagan, oshxona bu yoqqa chiqmagan. Xohlasanglar oshxonani bu yoqqa chiqarib 3 xona qilsanglar yoki mana bu yerga ham detskiy qo'yib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Akfa romlar. Tashqi atmosferani bitta ko'ring. Shunda daraxtlar ko'p joy, parkovka uchun joylari ham bor. Lokatsiya juda ham zo'r. Metroga ham chiqqan joylarda park ham joylashgan. Xo'p, bu yog'imizni ayollar yaxshi ko'radigan oshxona. Oshxonamizda ham kuxonniy mebel, gaz plitasi, bu yoqda kichkina xolodilniklari joylashgan, oynalari ba'zi birlar reshotka qilingan. Mana shunaqa holatda tayyor xonadon, zo'r lokatsiyadan. Smeshka planirovka skvoznoy hisoblanadi. Bu yog'imizda kvartiramizning master spalnisi. Spalnida ham hamma sharoitlari bor, shkaflari, trimolari. Bu yoqda spalni, mana bu yoqda tumbalari joylashgan, chiroyli kartinkalar, bu yoqda esa mana bunaqa chiroyli qandillari ham qilib qo'yilgan, pardalar ilingan. Mana shu xonadonimiz sotiladi. Oilangiz bilan mazza qilib yashashingiz mumkin. Investitsiyaga xarid qilib olib $600 arendaga berib qo'ysangiz ham bo'ladi. Oymoy $600 daromad olib kelib turadi. Vanna xonasi, patologgacha kafel, yaxshi smesителlar turibdi, kir yuvish mashinalargacha qilib qo'yilgan, tayyor holatda. Bu yog'imizda esa hojatxona qismi joylashgan. Hurmatli yurtdoshlarimiz, ushbu xonadonimizga juda ham zo'r narx qo'yganmiz. Narx ma'qul kelsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu lokatsiyada narxni o'rganib yurganlar bo'lsa biladi. Juda ham qimmat kvartal hisoblanadi. Biz esa mana shu tayyor под ключ xonadonimizni $72.500 ga berib yuboramiz. Juda ham zo'r narx deb o'ylayman. Agarda bu yerda narxini biladigan odam bo'lsa, biladi. $75.000-$77.000 ga sotiladi bunaqa uylar. Biz esa $72.500 ga tayyor xonadonni beramiz. Arendaga qo'yib bersangiz $600 ga arendatorni ham qo'yib beramiz. Xonadonimiz ma'qul kelgan bo'lsa, naqd pulga, ipotekaga ushbu xonadonni $72.500 ga baraka qilishingiz mumkin.